Mana shu bolam Muhammad Sodiq, ismi Muhammad Sodiq. Mana shu o'g'lim mazza qilib yotibdi. Endi qizim mazza qilib yotibdi. Uxlab yotibdi. Bitta alishlari mana boshidan qo'rqaman. Xudodan qo'rqaman. La havla va la quvvata illa billah aliyil azim. Men qo'rqaman Xudodan. Ana shu Nilufar opani videolarini ko'rib astag'firulloh deyapman. Yaxshi emas. Astag'firulloh, astag'firulloh, tavba qildim. Qanaqa zamonlarga kelib qoldik. Mana oddiy mana nima Shohida Uzoqova. Alisher Uzoqovning enasini qancha gapirib chiqdik. San unaqasan, san bunaqasan, san to'dasan, san sudasan. Oldin opa yoqangizni hidlang. Yoshi katta yoshi katta ayol kishini ustidan kulishdan oldin mana bu yoqachingiz borki, kir bo'lgan, kirati bo'lgan, sho'rlab ketgan yoqangizni oldin bitta hidlang. Hidlangdagi keyin o'sha Alisher Uzoqovni onasini ustidan kulasizmi, tagidan kulasizmi, u sizni ishingiz. Oldin o'zingizni yoqangizni hidlang. 4 kun bo'ldi opa sizni san'atkorlikka kelganingizga 4 kun bo'ldi. Enasiz og'zini ketmagan edi o'sha vaqt. O'sha kishi video o'ynaganda. Shohida opa video o'ynaganda siz enasiz og'zingizdan ketmagan edi. To'g'risini ayting, yaxshi emas. Men onamni yaxshi ko'raman. Otam 2017-yil 18-mayda mana shu qo'limda jon bergan. Mana shu qo'limda otam jon bergan. Mana shu qo'limda. Meni qo'limda jon bergan. Katta gapirmayman. Maqtanishni yomon ko'raman. Juda yomon ko'raman maqtanishni. Lekin haqiqat bu. Ulgurib qololmaganman. Otabek aka, ota-onangiz bormi aka? Ota-ona deganda hamma qochadi. Qoyil. Ha, mayli-da. Kim qilmag'in, kim topmag'in. Otabek ish edamisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Like bosib ketinglar, iltimos.